Men ertalab Qur'on yodlash uchun turardim. Chunki meni maqsadim ham, niyatim ham, orzuyim ham faqat Qur'on yodlash edi. Hattoki ovqatlanayotib ham tezroq ovqatlansam, Qur'on yodlasam. Tezroq uxlab tursam, Qur'on yodlasam. Nimaiki yumush qiladigan bo'lsam, bu xayolimda Qur'on turardi. Bir kuni uyqudan uyg'onsam, bir ichimda qattiq og'riqni his qildim. Endi Allohning sinovi-da, ba'zida o'ylab qolaman, ushbu dard menga bejizga berilmagan ekan. Alhamdulillah, Allohning ushbu dardning orqasida bizga shunday go'zal mukofotlar bor ekanda. Inshaalloh bu dunyodagi mukofot Qur'on bo'lsa, qiyomatdagi mukofoti jannat deb umid qilamiz. Hadislarda ham rivoyat qilinishicha, Qur'on yodlagan insonning ota-onasiga bu dunyoni quyoshning nuridan 10 barobar afzal toj kiydirilar ekan. Buni men qattiq niyat qilganman. Inshaalloh qiyomat onlarida insonlar zir yugurib titraganda men qo'limda tojim bilan ota-onamni qidirib, ota-onamga toj taqishni niyat qilganman. Alloh taolo muvaffaq qilsin.